4 dekabr bugungi Hindiston televiziya stansiyasi hukumat torining xabar qilishicha, Xitoy havo armiyasi Qashqar bazasi Qaraqurum eg'izidan 475 kilometr yiroqlikda joylashgan bo'lib, yaqinda nihoyat jiddiy aldirash harbiy faoliyat yapmoqda. Hindiston buningdan ilgari Xitoyning aerodromga H-6 tipli strategik bombardimonchi aeroplan o'rnashtirishini tahlil qilgan. Xabarlar qaraganda Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi to'qinishdan buyon Qashqar aerodromi xabarlarning qiziq nuqtasiga aylangan. Kuzatuvchilar iyun oyida Xitoyning Qashqar aerodromiga 2 H-6 tipli strategik bombardimonchi aeroplan o'rnashtirganligi, nishoni bo'lsa Ladakning sharqidagi Hindiston armiyasi ekanligini bayqagan. Qashqar aerodromining eng yangi sun'iy hamroh rasmida o'rnashtirilgan 2 H-6 tipli strategik bombardimonchi aeroplanning 6 ko'payganligi, KD-63 boshqarilgan bomba o'rnatilganligi, davomli askariy yo'tkab yangi o'rnaштirish qilib, turishlik o'rnining ilgariga qaraganda texim ilgirliganligini, eng yangi sun'iy hamroh yuqori aniqlikni tekshirish orqali Xitoy armiyasining g'arb tarafdagi harakatlaridan havo hujumi qilish ehtimoli borligini bayqagan. Xabarlar qaraganda Xitoyning o'rta qismidagi Golmod havo armiya bazasiga kam deganda 4 dan 8 gacha H-6 tipli aeroplan yangidan o'rnashtirilgan. Doklad yana Xitoyning to'liq qurollangan alohida armiya qismi bir o'ltiraq rayonda har xil ehtimollarga qarshi zambarak, havo mudofaa va parashyutdan sakrashni o'z ichiga olgan harbiy manevr o'tkazgan. Xitoyning turishlik bazasida qo'mondonlik uyi, ambar, oshxona va turmush chediri bor ekan. Doklad qaraganda bularning hammasi Xitoyning Hindiston zaminida brigada ko'lamli havo hujumi berish, foydali rayonlarni egallab olish, Xitoy ozodlik armiyasining ilgirilishi yordam berish ehtimoliga bog'liq. Brigada ko'lamidagi askarlarning o'rnashtirilishi Xitoyning egilik huquq tavalligidan halqib, tajovuzchilik qilish orqali yer zamin egilib olishga tayyorlik ko'rganligi faraz qilingan.